Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. O'zbekiston terma jamoasi haqida men rahmat deyman. Terma jamoamizga qo'lim ko'ksimda rahmat, kattakon sizlar 40 yillik orzuni amalga oshirdinglar. Mana chiqdinglar, jahon chempionatiga chiqdik. Butun dunyo tan oldi, O'zbekiston borligini bildi, tan oldi. Rahmat, kattakon rahmat. Mag'lubiyat bo'ldi, biz g'alaba qozona olmadik, unaqa gap endi kerak emas. Dunyo уже O'zbekistonni tanilyapti sizlar orqali. Kattakon rahmat. Ko'pchilik qo'lladi. Mana kecha Kolumbiya o'yinida ana kichkina bola yig'laganini ko'rib, butun stadion O'zbekistonni baqirdi. Bundan ortiq baxt bormi? Ana temirdan yasalgan, ustiga tilla suv yugurtirilgan kubik qatlador qolib ketadi chay bo'lsa, lekin mana mehr burun-burunda qoladi, esda qoladi. Kechagi o'yinga keladigan bo'lsak, endi Portugaliya bu tajribali o'yinchilar ular. Nihoyatda tajribasi katta. Ular jahon chempionatiga necha yildan beri keladi, qancha davlatlar bilan o'ynagan. Bizanikilar endi chiqdi. Endi chiqdi. Agar solishtiradigan bo'lsak, 3-sinf bilan 11-sinf o'ynaganday bo'ldi. Bizning futbol komandamiz 3-sinf, ular 11-sinf bo'ldi. Oradagi masofa juda katta. Lekin shunda ham молодец, yaxshi o'ynadinglar. Gap yo'q, rahmat. Gazi bosinglar.